11-sinfdan keyin ko'pchilik foundationda yana 1 yilini yo'qotadi, lekin boshqa yo'li ham bor. Agar farzandingiz xorijiy yoki xalqaro universitetga kirishni xohlasa, ko'pincha maktabdan keyin unga foundationda qo'shimcha 1 yillik o'qish kerak bo'ladi. Bu yana 1 yil vaqt, pul va tayyorgarlik. Tashkent Metropolitan University qoshidagi Tashkent Metropolitan School o'quvchilari 10-11-sinflarni xalqaro dastur bo'yicha o'qib, oldindan universitetga tayyorlanishi mumkin. 2 yil davomida u maktab diplomini, xalqaro sertifikatni, IELTS va SAT ga tayyorgarlikni hamda tanlangan fanlar bo'yicha akademik bazani oladi. Bu dastur tugatilgandan so'ng foundationsiz bakalavriatga kirishga imkon beradi, tanlangan universitetning talablariga javob bergan holda. Agar farzandingiz O'zbekistondagi xalqaro oliygohlarda, masalan, Turin, Singapur, Westminsterda o'qishni rejalashtirsa, u to'g'ridan-to'g'ri 2-kursga qabulga ariza topshirishi mumkin. Maktabdan keyin 1 yilni yo'qotmang, universitetga oldindan tayyorlaning. Ariza qoldiring va qabul shartlari bilan bo'lishing. Alo, assalomu alaykum. Tashkent Metropolitan School sizni eshitadi.